Payg'ambarimizning hadisini eslaymiz. Qiyomat kunida hisob kitob boshlanganda taroziga birinchi bo'lib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, boy, shahid. Dunyodagi eng qiyin ishlar. Olim umrini ilm yo'liga sarflagan, ilm o'qigan, umrini oxirigacha ilm o'qitgan. Alloh taolo tarozini oldiga olib keladi. Unga ne'matlarni eslatadi. Banda ne'matlarni eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi: "Parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim" deydi. Haqiqatan qilgan shu ishni. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi, hurmat qildi, maqom martabaga ko'tardi. Mukofotingni olding, sur buni jahannamga deydi. Ikkinchi o'lib boyni olib keladi taroziga. Alloh taolo bu boyga o'zining ne'matlarini eslatadi. Banda tan oladi, e'tirof qiladi. Senga falon ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi: "Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan. Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen saxovat pesha, xotamtoy, saxiy inson degan unvon uchun, nom uchun qilding. Qilding. Odamlar seni shunday deb atadi. Demak, haqqingni olding. Allohda haqqi qolmadi. Sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga chiqib olib boriladi, jahannamga uloqtiriladi. Kim qoldi? Birinchi, ikkinchi odam, bittasi ilmini, bittasi pulini sarflagan bo'lsa, bu shahid jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Alloh taolo ne'matlarni eslatadi. Banda tan oladi. Nima qilding deydi. Bu banda aytadi: "Parvardigor, men senga o'zimni jonimni qurbon qildim. Seni yo'lingda bo'lgan jangda jon fido qildim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yolg'on gapirding." Chunki buni ham niyatini bilar edi Alloh taolo. Siz bilan biz ham niyatimizni bilib turibdi hozir. Sen o'lsam meni shahid deyshadi, meni maqtashadi deb turib jang qilding, o'lding. Odamlar maqtadi, niyatingga yetding. Sur buni jahannamga deydi. Buni ham yuzini yerga chiqib olib borib jahannamga uloqtiriladi. Bu odamlar qilishi mumkin bo'lgan eng qiyin ishlar. Bular qildi uchalasi. Qildi, fe'lan qildi. Ammo niyati to'g'ri bo'lmadi, ixlos bo'lmadi, jahannamga uloqtirildi.